Bugun ko'lo sotib oldim. Oshnog'ayning puliga emas, qandash urug'ni puliga emas. Hech qanaqa qarz olmadim o'zimning pulimga. Qanday qilib bu darajaga erishdi degan bo'lishingiz mumkin. Nechta uyqusiz tunlar o'tgan bu. Hammani qo'lidan keladi, hammani qo'lidan keladi. Faqat disiplina, intizom, to'g'ri joyda to'g'ri qarorlar qabul qilish, motivatsiya, vulkanizatsiya. Faqatgina hali uyquga vaqt ajratmanglar umuman. Hali charchab ketyapman degan narsa hayolinglardan chiqadi. Charchab ketdinglar, uxlab olinglar bo'ldi. Uyquga vaqt ajratish bo'lmasin. Kecha menga cho'ntagingda hemiring yo'q ekan, qizimni bermayman deganlar. Nima deyapman o daraja men? Ta'mil joy emas bu sizlarga yoki haligi yuppi emas bu, dahsuvga damlab ichib qo'ygani yoki deb haligi achchig'ilol suv emas, baklashga sol cho'pak aralashtirib ichib qo'ygan. Bu daraja uchun, tushunyapsizlarmi? Jim, bir gram ham kibr yo'q. Tinchlik. Ancha-munchasini shovqinidan bizning tinchligimiz balandroq eshitiladi bu. Hamma ota-onasining puliga kuchayayotgan bir davrda biz o'z kuchimiz bilan pastga qulashda davom etamiz. Bir gram ham oldi yurish.